Davlatimiz rahbarining joriy yilda tadbirkorlar bilan o'tkaziladigan 6-ochiq muloqotiga tayyorgarlik ko'rish hamda biznes vakillarining taklif va muammolarini o'rganish maqsadida Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i Akmal Valiyev tomonidan tasdiqlangan reja asosida joylarda ochiq muloqotlar o'tkazilyapti. Navbatdagi uchrashuv Denov tumanida Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari ishtirokida bo'lib o'tdi. Bunda tadbirkorlarga soliq sohasidagi so'nggi yangiliklar, amaldagi imtiyozlar va yaratilayotgan qulayliklar haqida ma'lumot berildi. Shundan so'ng tadbirkorlarning murojaat va takliflari tinglandi. Ayrim masalalar joyida hal etilgan bo'lsa, qo'shimcha o'rganish talab etiladigan murojaatlar ijrosi nazoratga olindi. Bugungi yig'ilishdan biz juda manfaatdor bo'ldik. Tadbirkorligimiz qurilish sohasi bo'lganligi sababli 200 dan oshiq ish o'rinlarimiz mavjud. Bizni qiynab kelayotgan bitta murojaatimiz bor edi. Bu murojaatni biz berdik. Shu joyda o'zida bu murojaatimizga yechim topdi. Biz bundan mamnunmiz. Ma'lumot uchun hozirga qadar viloyatning Termiz shahri va 7 ta tumanida mana shunday ochiq muloqot tashkil etildi. Tasdiqlangan rejaga muvofiq bunday uchrashuvlar qolgan tumanlarda ham davom ettiriladi. Albatta, bu kabi muloqotlar tadbirkorlarni qiynayotgan masalalarni o'z vaqtida aniqlash, ularga amaliy yechim topish hamda davlat rahbari belgilab bergan vazifalar ijrosini ta'minlashga xizmat qilmoqda.